Hindistonda bo'lganlar bo'lsa kerak. Deyarli hamma. Hamma bo'lgan. Hozirga bitta qisqagina bir hindcha qo'shib eshittiramiz. Marhamat. Dilnoza diqqat qiling. Mana shu matni hindchani biladiganlar bo'lsa, olsin-u tarjima qilsin-u javobini beraversin. Lekin men sizlarga hozir qisqa tarjimasini aytaman. Diqqat qilinglar. Qo'shiqni matnida shunaqa so'zlar bor. Biz ozoda Hindistonni orzu qilgandik. Bu va'dani bajarmoqqa keldik ko'changizga. Kabi so'zlar bor. Hindistonda bo'lganlar bu qo'shiqni ko'chalarda juda ko'p eshitishlarini aytishgan. Diqqat, savol. Aholi bu qo'shiqni eshitgach nima ishni amalga oshiradi? Vaqt ketdi. Musorlarni tozalaydi. Ozoda Hindiston. Biz sizlarni bundan qutqarish uchun keldik deyapti. Musorlarni tozalaydi. Musorlardan, axlatlardan. Qizil xochmasmi? Bunaqalar kelmaganmi? Kasallikni yo'qotish uchun. Rostdan ham Hindiston juda bir paytlar unaqa bo'lganda. Ozoda Hindistonni deyapti-ku, ozoda degan. Tozalash uchun keladigan bo'lsak, hali ham toza emas. Hali ham toza emas, lekin o'sha qo'shiq ma'nosi shundan kelib chiqib, Hasharga chorlovchi qo'shiq. To'xtanglar, bir borganda hamma yoq gado edi. Hamma yoqda tilamchi edi. Hamma yoqda uysiz edi. Bir borsak, hamma yoqni tozalab tashlagan. Masalan, men ko'zim bilan ko'rganman. Tilamchilardanmi? Qashshoqlardanmi? Ha. Ya hozir so'zi nima dedi? Boshidagi so'zini kim eslab qoldi? so'zida Ozoda Hindistonni orzu qilgandik degan qo'shiq Hasharga chorlagandik. lekin shu qo'shiq eshitgandan keyin nima qiladi ular? Nimadir qilgan deyapti. Nimaga harakat qilishgan? Hashar tozalaydi. Hashar qilishgandir. Tozalikka chaqirgan. Taxminan. Vaqt tugadi. Muhtaram boshlovchi, bu savolga javobni bizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Ismoilova javob beradi. Dilnozaga bo'lgan hurmatim yuzasidan men so'zni yana qaytarib beraman tarjimani. Diqqat qilib eshiting. Biz o'sha qo'shiq qo'yiladi ko'chalarda, deyarli har kuni qo'yiladi. Biz ozoda Hindistonni orzu qilgandik. Bu va'dani bajarmoqqa keldik kabi so'zlar bor. Savol: bu qo'shiqni eshitgan aholi nima ishni amalga oshiradi degan savol berdi. Vaqt